Qadambayeva Shahnoza Tursunboyevna Xorazm viloyati Gullan tumani 9-son bolalar musiqa va san'at maktabida fortepiano o'qituvchisi bo'lib ish faoliyat yuritib kelmoqdaman. Metodik qo'llanmalarimdan foydalangan holda ritm haqida tushuntirib bermoqchiman. Joygacha bo'lgan ritm. Keling, 308 texnikada ras, 2, 3 to'liq emas tartibdan boshlangan. 2, 3 ras, 2, 3 ras, 2, 3 rasda kuchli hissalar, rasda kuchli hissalar, rasda kuchli hissalar. Alohida o'rganish kerak va o'ng qo'l va chap qo'lni alohida yod olinishi shart. Shundagina bola ritmni his qila oladi. Birdaniga ikkita qo'lni birlashtirib yod olingan asarda ritm bir chetda qolib keladi. Texnika ishlanib keladi. Shuning uchun alohida ikkita qo'lni shug'ullanish shart. E'tiboringiz uchun rahmat.